yapon tovug'i 3 kilolik farzand ko'ribdi. Hamma hayronmish. Ey Xudoyim, ey palonchining kelini 3 kilolik farzand ko'ribdi. O'zi yarim kilo deb butun televiziyadan mana operatorga o'xshagan, meni do'stimga o'xshagan operatorlar televizorga olib turgan ekan. Kelib muxbir so'rayotganmish. "Kenaya assalomu alaykum. 3 kilolik farzand muborak bo'lsin. Buni qarang. O'zi xora tovug'i bo'lsangiz, 3 kilolik farzand ko'ribsiz, aylanib keting. Muborak bo'lsin. Kelajakdagi rejalaringiz qalay degan ekan, tovuq yerga qarab turib, yer chizib, men nima deyman? Ga bog'lanmas, Xudoning bergani. O'zimiz ham kutmagandik bilan. O'zim ham kutmagandim. O'zim Yaponiyadan kelgan tovuqman, lekin farzandim 3 kilolik bo'lib qoldi. Alloh bersa, 4-5 kilolik farzandlar ko'rish degan ekan. Haligi muxbir, haligi operator bilan aytdiki, "Pochcham qanlar" degan ekan. Pochcha to'g'ri xonani pastida o'tirganmish. Sijenada, skameykada yerga qarab yugurib boribdi deb muxbir assalomu alaykum. Buni qarang. 3 kilolik farzandli bo'libsiz. O'zingiz Yaponning qo'razi bo'lsangiz, kenayim Yaponning tovug'i bo'lsa, bolangizni qarang. O'zingizdan 10 barobar katta. Bu yutuqlarga qanday erishdingiz? Kelajakda qanday niyatlaringiz bor? Gapiring degan ekan, xafamush. Annaga xafa bo'lasiz. 3 kilolik o'g'il beribdi Xudoyim sizga. Yapon xo'rozi yerga bunday qarab turib gapirayotganmish. Kelajakdagi rejangizdan gapiring. Biz televizorda ko'rsatamiz degan ekan, Yapon xo'rozi gapirayotganmish yerga qarab. Agar Xudo menga umr bersa, kelajakda tuyoqshi usha bo'lsam, onasini uch qo'rg'ondan ko'rsataman.